Salom Mobile Uz jamoasi. Qadrdon obunachilar, bugun biz siz kutgan tahlilni boshlaymiz. Infinix GT 30 Pro. Bu shunchaki smartfon emas. Bu GT versiya. O'yin dunyosi uchun yaratilgan maxsus texnologiya. U Dimensity 8350 Ultimate bilan qanday ishlashni, 144 Hz AMOLED ekrani va PUBG Mobile'da biz va'da qilgan 120 FPS ni qanday ta'minlashni bilmoqchimisiz? Ayniqsa korpusga o'rnatilgan GT Trigger tugmalarini qanday g'alaba keltirishini ko'rsatamiz. Agar siz g'alaba qozonishni istasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Qani, boshladik. GT 30 Pro ni qo'lga olganingizda, uning o'yin uchun mo'ljallanganini darhol sezasiz. Dizayn futuristik va agressiv. Orqa paneldagi o'yin uslubidagi shakllar va eng muhimi sozlanishi mumkin bo'lgan RGB LED yoritgichlari bu shunchaki estetika emas, balki telefon holatini bildiruvchi vizual element. Ammo haqiqiy inqilob bu korpusga o'rnatilgan GT triggerlar. Bu konsol darajasidagi boshqaruv. PUBG o'ynayotganda bu bosimga sezgir zonalar sizga qo'shimcha qo'l beradi. Masalan, ekranga tegmasdan o'q uzish va nishonga olish. Bu tezlik raqobatdosh o'yinlarda sizga hal qiluvchi ustunlik beradi. Infinix GT 30 Pro dagi ekran shunchaki ajoyib. Bizda 6.78 dyumli 1.5K aniqlikdagi yuqori sifatli AMOLED panel mavjud. Ranglar a'lo, detallar tiniq. Gamerlar uchun esa eng muhimi 144 Hz ekran yangilanish tezligi. Harakatlar shunchalik silliqki, dushmanni aniqlash osonlashadi. Bundan tashqari, sensorning javob berish tezligi 2160 Hz gacha. Bu degani barmoq harakatingizdan tortib, o'yindagi reaksiyagacha bo'lgan kechikish deyarli 0 ga teng. PUBG'da millisaniyalar ham muhim. Ekranni Corning Gorilla Glass 7i himoyasi qoplagan. Bu esa chidamlilikni ta'minlaydi. Bu telefonda g'alaba qozonish uchun barcha texnik sharoitlar yaratilgan. Ichida MediaTek Dimensity 8350 4 nanometr chipseti o'rnatilgan. Bu yuqori samarali, zamonaviy flagman darajasida chip. Uzoq vaqt maksimal yuklamada ham ishlash imkoniyatiga ega. Bizda tezkor 12 GB RAM mavjud va yangi avlod UFC 4 xotira mavjud. UFC 4 bu o'yinlarda tez yuklash, xaritada tezroq paydo bo'lish va ko'p vazifali ishlashda katta tezlik beradi. PUBG o'yini uchun maxsus Dimensity 8350 Ultimate tufayli siz Ravon grafikasida 120 FPS rejimini yoqishingiz mumkin. Barqaror yuqori kadr tezligi sizga otishmalarda aniqlik va silliq nishonga olishni ta'minlaydi. 120 FPS tajribasi. Biz Ravon va Extreme yoki hatto ultra grafikada 120 FPS bilan sinovdan o'tkazdik. Natija hayratlanarli. Harakatlar juda silliq, kechikish deyarli yo'q. Bu esa raqobatda bir qadam oldinda bo'lishini anglatadi. GT triggerlarni otish, maqsadda olish yoki yashirin kabi harakatlarni so'zlash mumkin. Bu ekran to'r barmoq bilan boshqarish zaruratini kamaytiradi. Siz harakatni barqaror ushlagan holda qo'shimcha funksiyalarni ishga tushirasiz. Bu degani tezroq reaksiyalar. Telefon high-res audio qo'llab-quvvatlaydigan dual speakers bilan jihozlangan. PUBG'da qadam tovushlari va otishma yo'nalishini aniq eshitish g'alaba uchun juda muhim. Kuchli X o'qi tebranish dvigateli esa otishma, portlash yoki g'alaba paytida muhim atmosferani kuchaytiradi. Sovutish tizimi. Yuqori unumdorlikda ham barqaror FPS saqlanishi uchun samarali sovutish tizimi ishlaydi. Bu esa 30-40 daqiqalik intensiv o'yinda ham ishlash qobiliyatini pasayishini oldini oladi. Quvvatlanish. Infinix GT 30 Pro da 5.5 mAh sig'imli katta batareya bor. Bu batareya bir necha soat tinimsiz PUBG seanslarini qo'llab-quvvatlaydi va eng yaxshi tomoni uzoq kutish shart emas. Telefon 45 vatli simli zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa tez tanaffusda telefonni to'liq quvvatlash imkonini beradi. Bundan tashqari u 30 vatt simsiz zaryadlash va 5 vatt teskari simsiz zaryadlashni ham qo'llaydi. Bu esa gamer telefonlari orasida kam uchraydigan ajoyib xususiyat. Kamerasi haqida qisqacha. O'yin telefoni bo'lishiga qaramay, u 108 megapiksel asosiy kameraga ega. Bu nafaqat suratga olish, balki 4K 60 FPS video olish imkonini beradi. Agar siz ham o'yin kontenti bilan shug'ullansangiz, bu kamera yaxshi yechim bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Infinix GT 30 Pro bizning sinovlarimizda muvaffaqiyatli o'tdi. Bu telefon o'rta narx segmentida PUBG o'yinlari uchun chinakam flagman darajasidagi yechim taklif qiladi. Dimensity 8350 Ultimate, 144 Hz AMOLED, UFC 4 va GT triggerlar birgalikda sizning gaming tajribangizni yangi darajaga olib chiqadi.
Agar siz budjetni haddan tashqari oshirmasdan professional gaming telefonini izlayotgan bo'lsangiz, bu telefon sizning g'alaba kaltingiz bo'lishi mumkin. Siz bu telefon haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Jiddiy triggerlar sizga kerakmi yoki yo'q? Videoni baholang va Mobile.uz kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Zero keyingi videolarimizda ham eng qizg'in texnologiyalarni tahlil qilishda davom etamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.